Hurmatli kuzatuvchilar, 5-oktyabr kuni birinchi smenada milliy sertifikatda tushgan savolda aynan funksiyaga doir bo'lgan bitta savolni yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, bizada berilishi bo'yicha fx funksiya berilgan, ya'ni 4fx funksiya plus 2 taqsim 3x kvadrat plus 2 ko'paytirilgan f at x minus 2 taqsim x funksiya teng x kub plus 1. Bizadan so'rayapti f1 minus f minus 1 ikkinchi shartida esa f2 minus f minus 2 ni so'ragan. Xo'p, birinchi navbatda birinchi shartiga to'xtaladigan bo'lsak, f1 ni topaman. Ya'ni f1 va f minus 1 larni topib olaman. f1 qo'yadi, f1 ni topishimiz uchun x teng 1 qilamiz. X ni o'rniga 1 qo'yamiz. 4 ko'paytiruv f1 plus 2 taqsim 3 ko'paytiruv 1 ning kvadrati plus bo'ladi bizada tak 2 ko'paytiruv f x minus 2 taqsim x teng 1 ning kubi plus 1. Demak, bu yerdan ko'rinadi 4 ko'paytiruv f1 plusdan 2 taqsim 3 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv f 1 minus 2 taqsim 1 teng 2. Demak, 4f1 qisqarib ketdi plus 2f minus 1 teng 2 ga. Mana bu ifodamiz kelib chiqdi. Mana bu ifodani keltirib oldik. Endi f minus 1 hisoblaymiz. Buning uchun f x o'rniga minus 1 qo'yamiz. 4f minus 1 qo'shilgan 2 taqsim 3 ko'paytirilgan minus 1 ning kvadrati plus 2 ko'paytirilgan f minus 1 minusdan 2 taqsim minus 1 mana bu joy plus bo'lib ketadi. Bu minus 1 plus 1 bo'ladi. Ana endi yozamiz 4f minus 1 tak bu bilan bu qisqarib ketadi plus 2 f1 teng 0. Mana bu ikkinchi ifodamiz kelib chiqdi. Bu biza mana shu ikkita ifodadan nima qilamiz? Tak, men belgilashga kiritib olaman. f1 teng m qilib f minus 1 ni n ko'rinishida. Demak, tenglamalar sistemasi kelib chiqadi. 4m plus 2n teng 2. Bu yoqda 2m plus 4n teng 0. Pastgina 2 ga ko'paytiraman-da, ayirib yuboraman ikkalasini. Demak, 2 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? 4m plus 2n teng вообще-то 2 tak 4m plus 8n teng 0. Bundan buni ayirib yuboraman. 6n teng minus 2. n bu yoqda chiqadi 1 taqsim 3. Ya'ni n bizda nima? f minus 1 dagi qiymatimiz 1 taqsim 3 ekan. Xo'p, endi minus 1 dagi qiymatimiz 1 taqsim 3 bo'ldi. Ana endi m ni topib olamiz. M ni topamiz. Tak. Hop, f 1 bu m ga teng. M ni topishimiz uchun o'rniga olib borib qo'yamiz. 4 ko'paytiruv m minus 2 taqsim 3 teng 2. Hop, 4 ko'paytiruv m teng 2 plus 2 taqsim 3. Bunga 3 dan mahraj bersak 6 8. 4m teng 8 taqsim 3 bo'ladi. Bu yoqdan kelib chiqadi m teng 2 taqsim 3 ekanligi. Bu uje mana buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. 2 taqsim 3 ekan f1. Demak, birinchi shart bo'yicha f1 minus f minus 1 teng bo'ladi bizada. Tak, teng bo'ladi. Вот, f1imiz 2 taqsim 3 minus tak bizada bo'ladi minus qavs ichida 1 taqsim 3. Mana bu teng. Bu ikkalasi 2 plus 1 taqsim 3 javob 1 ga tengligi kelib chiqadi. Aytamiz, endi ikkinchi shart bo'yicha bizadan nima so'ralgan? f2 minusdan f minus 2 larni topish so'ralgan. Xo'p, buni topish uchun biz yana f2 ni hisoblaymiz. f2 ni hisoblash uchun x ni o'rniga 2 qo'yamiz. Hop.
Tak, x ni o'rniga 2 ni qo'yib hisoblashni boshlaymiz. Demak, 4 ko'paytirilgan, tak, xo'sh. 4 ko'paytirilgan f2 plusdan 2 taqsim 3 ko'paytirib o'rniga qo'yib ketaman. 2 ni kvadrati 4, 6. Ko'paytirilgan f 2 minusdan 2 taqsim 2 teng 2 ni kubi 8 plus 1. Yozamiz. 4 ko'paytiruv f2 plusdan mana bu bilan bu ketdi 2 4 f tak 1 teng 9. Demak, biz f1 ni topib olganmiz. f1imiz 2 taqsim 3 ga teng. 4 ko'paytiruv f2 plusdan 8 taqsim 3 teng 9. Bundan kelib chiqadi. 4 ga bo'lib yuborsak, f2 tak f2 teng bo'ladi bizada 9 taqsim 4 minus 2 taqsim 3 ga. Demak, bunga 3 dan, bunga 4 dan beramiz. 27 dan 8 ni olib tashlaydigan bo'lsak 19. 19 taqsim 12 liga chiqib keladi. Yozib qo'yamiz. f2 bizada teng bo'ladi 19 taqsim 12 ga. Vot. Ana endi f2 ni hisoblaymiz. f2 f minus 2 deyishim. f minus 2 ni hisoblaydigan bo'lsak, x teng minus 2 qo'yamiz. 4 ko'paytiruv f minus 2 qo'shilgan 2 taqsim 3. Bunda ham xuddi kvadrat bo'lgandan keyin 6 bo'ladi. Ko'paytiruv f minus 2 plusdan 2 taqsim 2 teng minus 7 deymiz. Chunki minus 2 ni kubi 8, 1 ni qo'shsak minus 7. Tak, endi f 4f minus 2 qo'shilgan. Bu bilan buni qisqartirib yuborsak 2 4f tak minus 1 teng minus 7. Mana bu 4f f minus 1imiz bizada nimaga teng bo'ldi? F minus 1imiz mana bizada teng bo'lgan joyi 1 taqsim 3 ga. Faqat minusdan. 1 taqsim 3 ga teng bo'lgan o'rniga qo'yib ketamiz. 4 f minus 2 qo'shilgan, endi minus bo'lgandan keyin 4 taqsim 3 teng minus 7. Demak, 4 ga bo'lib yuborib, bu yoqqa plus qilib o'tkazaman. f2 minusdan teng bo'ladi. Tak, 1 taqsim 3 qo'shilgan ayrilgan 7 teng taqsim 7 taqsim 4 qolib ketibdi. 1 taqsim 3 qo'shilgan 7 taqsim 4. Faqat mana bu qism minus teng. Ana bunga 4 dan, bunga 3 dan beraman. Xo'p. 4 minus 21 taqsim 12 teng. Demak, bu bizada minus 17 taqsim 12. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, f2 minus f minus 2 teng bo'ladi. Demak, f2 deganimiz 19 taqsim 12 minusdan minus 17 taqsim 12. Bu 36 taqsim 12. Bu ham teng bo'ladi. Ichiga 3 ga. Demak, birinchini javobi bizda chiqdi 1. Yozib qo'yamiz. Birinchisining javobi 1, ikkinchisining javobi esa 3. Mana bu va mana bu ko'rishimiz mumkin. Yana shunaqa milliy sertifikat savollarining yechimlari sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.